Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, mana bugungi kundagi ertalabdan ish boshladik. Xudo xolasa Nexus chop qolganmiz. Buni zaslomkasida ошибкasi borda olib, hozir tozalab, keyin idealniy proshivka tayyorlab yozib beramiz. Xo'p, Nexus mashinasini olib qolganmiz. Korobkasida problemasi bor. Zadniyaga tushmay qolgan. Xo'p, Spark mashinamiz. Babinasi kuygan, bitta svechaga tok bermay qo'ygan ekan, zamin qilib berdik, xudo xolasa. Yurguzinchi Husanbek aka. Paqillaganda, короче, kuyib qolgan. Idealni xudo xolasa yurish. O'nga ishla. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, mana Nexia mashinamizga keldik. Zadniyaga tushmay qolgan. Bunaqa richak qo'yadiganlar hozir men sizlarga asosiy nisbasini ko'rsataman. Mana asosiy nisbamiz ko'tarilmaydi. Ha? Yo'q, muammo. Bu короче mana zadniyaga tushadi. Hozir buni go'zal qilib, cho'tka qilib bitirib beramiz. Mana xudo xolasa Nexia ham muammosi hal bo'ldi. Cho'tka qilib yig'ishtirib yopib beramiz. Xudo xolasa Nexus uchun zaslomkasini yuvib tozalab yurgizmoqchimiz. Hozir yurgizamiz. Hop, yurdi. Xudo xolasa chek o'chmadi. Endi diagnostika qilamiz buni. Xo'p, ошибкада turibdi 21:38. Сомнительный сигнал датчиков pedali akселятора 1-2. 21:06. Система управления механизмом дросселя. Активное ограничение дросселя. Понятно. Низкое напряжение типа управления нагревателем. Nagrevaемый датчик кислородga ошибка bergan. Buni hozir birinchi muammosi сомнительный signal dатчик akselyatorga bergan ошибкasini to'g'rilasak, xudo xolasa drosselga bergan ошибкasi ham o'z-o'zidan yo'qoladi. Ochamiz endi xudo xolasa buni. Xullas, mashinani polni tekshirganimizda oscillograf bilan tekshirdik. Haqiqatda signal chiqmayapti. Ikkita положение bo'ladi pedal akselyatorda. Birinchi, ikkinchi, shu birinchi, ikkinchi положение bitta hisoblanadi, bitta doroshka hisoblanadi. 3-4 bitta doroshka hisoblanadi. Nima deyapti bu mana? Buni короче noshkalari singan, buning ichidan kabel provodkalarni nima qilib tortib chiqishganda. Ko'ramiz endi. Liba buni almashtiramiz yoki bo'lmasa ichini ochib, agar imkon bo'lsa remont qilib berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa, mashina yig'ilmagan holatda bir test drayvga chiqdik. İşte hammasi cho'tki. Buni ebusini zamin qilish kerak yoki bo'lmasa remont qilish kerak edi. Qildik. Faqat gaz pedali o'ziga taalluqli bo'lgan joyini qildik. O'sha ko'rganingdagi ichidan kabellar tortilgan holatda bu qoldi. Egalarga tavsiya berganimizda endi har kimda imkoniyat har xil bo'ladi, imkoniyat darajasi keyinroq
Xudo xohlasa yoki zamen yoki alishtirib yoki bo'lmasa o'zini remont qilib berasiz deb aytdilar. Endi mashinani o'zini asosiy kasalini to'g'irlab berishimiz uchun to'g'irlab berdik. To'g'irlab berishimiz uchun kerak bo'lgan joylarini qildik, ko'rdik, lekin o'sha o'zimizga yoqmagan holatda turgan joylari qoldi. Proshovkalarni go'zal holatda qilib terib, minishlariga qarab moslab yozib, hammasini ko'rib chotki qilib ligirovkalarni qilib berdik. Xo'p, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingni, aloqaga chiqishingni mumkin. Bir kunlik ish kunimizni ertalabdan kechgacha to'liq video qilamiz desak, bunga bizni ham vaqtimiz yetmaydi. Sizlarga ham zerikarli bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha yengil qanaqa holatda chiqayotgan ishlarni hammasini ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Kimda shunaqa muammolar bo'layotgan bo'lsa yoki bo'lmasa qanaqadir yechilolmayotgan muammolar bo'lsa, bemalol murojaat qilib aloqaga chiqishinglar mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar kanalda yangi bo'lsanglar, kanalga podpiska bosib, obuna qo'yishingizni so'ragan bo'lardim. E'tiboringiz uchun rahmat.